Assalomu alaykum. Futbolga qo'shilgan cross-specialist usulidagi igroklarning eng kuchlilaridan biri, balki eng kuchlisi bo'lgan Serginyo avval qo'shilgan edi. Hozirgi kunda buni hech qayerdan sotib olishingiz yoki olishingizning iloji yo'q. Faqatgina bir usuli bor. Bu usulni kelinglar men sizlarga ko'rsataman. Shu orqali siz bemalol eng kuchli cross-specialist olishingiz hamda Navesga juda ham ideal o'yinlar o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Buni bitta dona shart bor. Bu shartni bajarganingizdan so'ng sizga Serginyoni tekinga atigi bitta o'yin o'ynaganingiz uchun beradi hamda undan tashqari juda ham catch coinslar, pointlar beradi va siz bemalol maza qilib o'ynashingiz mumkin. Ana endi keling buni qanday olishni ko'rib chiqamiz. Agarda siz o'z akkauntingizda bir oy davomida kirmasangiz, sizga shunday bo'lim ochiladi. Missionsi bo'limiga siz kirasiz va mana bu yerdan welcome back menyusi. Hamda siz atigi bitta o'yin o'ynaganingiz uchun Serginyoni sizga tekinga shunday berishadi. Hamda 5 ta, 10 ta, 15, 20, 25 va bu yerda qancha 35 ta 10.000 XP dan beradi. Bu degan 350.000. Ancha muncha igroklaringizni full sastavga kuchaytirib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana yangiliklardan bittasi, siz ko'p kirmaganligingiz tufayli sizga igroklarni tushirish foizi anchagina oshadi. Buni bitta spodini men sizga ko'rsataman. Hozir bir dona xo'sh open pack qilgandik va mana bu igrok tushyapti. Oliver Kahn 107 gacha ko'tariladi hamda o'zining maxsus skillari bilan kelgan. Xo'p, bunga ishonmasligingiz mumkin va men sizga buni ko'rsatib o'taman. Oliver Kahnning pakiga kiramiz. 149 ta turibdi, 150 ta o'yinchidan. Ya'ni 100 coinsga menga mana shu Oliver Kahn tushdi. Shu akkauntni sizlarga men podarka qilaman. Bitta siz yaxshi trener sotib olasiz va bo'ldi sizning akkauntingiz 3100 bo'ladi. Yangi boshlaganlar uchun juda ham ideal akkaunt. Bu akkauntda yana 1-2 ta igroklar bor. Bemalol 3100 dan ham anchagina balandga ko'tarib olishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar yana bir bor omadimizni sinab ko'ramiz va ochib ko'ramiz. Qani bu safar David Beckhamni berarmikan? Xo'p, bu yerda siz akkauntga igrok tushirmoqchi bo'lsangiz, bir-ikkita usullar bor. Qaranglar, men hozir Rivaldo yoki Beckhamni tushirmoqchi edim va shularni ustiga bosgan edim, ammo menga Oliver Kahn berdi. Ana endi Oliver Kahn bilan bu yerdan Rivaldoni bosib turamiz, ko'proq bosamiz va siz bemalol keyin ochsangiz, balki Beckhamni berish mumkin. Bu usul juda ham ko'p foyda beradi menga. Juda ham ko'p yaxshi igroklarni tushirib olganman shunaqa qilib. Xo'p, ana endi biz ochib ko'ramiz, qanaqa igrok berar ekan 100 coinsga. Yo, oddiy igrokni berdi adashmasam. Shu bilan videomiz tugadi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men sizlarga har kuni, har hafta yangi qo'shiladigan paklarni oldindan aytib borishga harakat qilaman. Futbolga qo'shiladigan yangiliklarni YouTube orqali berib borishga harakat qilaman. Charchamanglar, sog' salomat bo'linglar.